O'limdan qo'rqasizmi? Ko'p odamlar qo'rqadi, ammo aslida o'ladigan narsa ruh emas, balki tanadir. O'lim mavjudotning yakuni emas, bu shunchaki joyning o'zgarishi. Xuddi uyga kelganingizda paltoyingizni osib xonangizga kirganingizdek. Xuddi shunday vafot etganingizda tanangizni yerga palto kabi qoldirib, ruhingiz boshqa olamga kiradi. Barcha xonalar bitta sohibga tegishli va u yolg'iz Alloh. U ham hayotni, ham o'limni yaratgan zotdir. Tasavvur qiling, yo'l chetida turibsiz, to'satdan bir mashina to'xtaydi va sizni o'tirishga undaydi. Qo'rqib ketasiz, to'g'rimi? Ammo ichkarida ota-onangizni ko'rsangiz, barcha qo'rquvingiz yo'qoladi. Chunki ular aslo zarar yetkazmasligini bilasiz. Shunday ekan, agar o'limni Alloh yaratganini bilsak va eslasak, qo'rquv o'rniga xotirjamlik, sarosima o'rniga esa osoyishtalik keladi. Bu dunyo shunchaki mehmonxona va o'lim bu haqiqiy, minglab payg'ambarlar kutib turgan go'zal saroyga kirish eshigidir. Alloh bizga oxiratda ular bilan birga bo'lishni nasib qilsin.